Shu yerga o'tirsam bo'laveradi. Mana unda bir normalniy stolini yo'qmi-da? Endi o'tiraveraman-da endi. Yo'q-ku baribir, to'g'rimi? Meni ismim Muhammad Bobur. Men maktabni ham bitirmaganman. Koridorda to'g'risi o'qiganman. Meni ismim Qosim. 2019-yildan beri shu Abu Safiyada ishlab, iPhone bilan shug'ullanaman, iPhone sotaman, iPhone olaman, iPhone принимать qilaman. Короче, shu iPhone bilan bog'liq narsalar meni qo'limdan o'tadi. Samsung sotishni ham ekib qo'yaman, to'g'risi. Rossiyaga kanalizatsiya tozalagani keldim o'zasizlar. Bu iPhone'ga keladigan bo'lsa, bu iPhone mana bu teshigidan kirib turib, bu tomondan shuni chiqib ketdi, ichida nimasi bor, nimasi yo'q, hammasini sizga aytib berishim mumkin. Pol nastroykasi kerak bo'ladigan bo'lsa, nastroykasi siz nastroykasini ustachilikka boshladim. Ustachilikka shu Abu Safiyaga kelib qoldimda nimadir ustachilik qilish kerak bo'lsa, ustachilik iPhone'ni ochib turib, qayda qanaqa sxemasi turganini ham bilib sizga ko'rib, точностini aytib berishim mumkin. Qarasam Samsung sotuvchisi bo'lib ketdim. Ikki tashayapman, bor-u, qimmat narsani arzon berib yuboraman, arzon narsani qimmat berib yuboraman. O'zinglar ikkilanib yurmaydi, Samsung olamanmi, iPhone olamanmi deb. Baribir iPhone dunyoda birinchi o'rinda turadi, o'shaning uchun. Xullas Samsung sotish menga emas ekan, bor-u. Shu iPhone'dan qochmaysizlar. Agarda sizga telefonda eng arzoni kerak bo'lgan bo'lsa, bu yoqqa Abu Safiyaga kelsangiz, Moskvada 3 ta filial, Sankt-Peterburgda bitta filialimiz bor. Bemalol borib eng arzon bo'lgan telefonlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Короче, да.